Bu jarayon tutgandan keyin men mau ostidagi o'zgargan shaklninki narsasini Ctrl G bilan tanlab ko'rib o'tdim. Buni yushirib qo'ydim. Endi bu yerga markani olib qo'ydim. Mush markani o'rinlashtirishga to'g'ri keldi. Markani bu yerga o'rinlashtirib turman. Qarasam bu marka hozir indeks rang kanalida ekan. Ham bu indekslik rang kanal deganimiz faqat birla indeks rangi bor. Ya'ni kanalga kirsak, rang kanalda faqat birla kanal bor. Boshqa rang kanallarga o'xshash, ma'nikiga o'xshash RGB dan iborat 3 kanal bo'lmaydi. Birla kanal bor, shunga bu ikki qism mos kelmaydi. Yotkash qurolini ilib buni yotkasam yotkelmaydi menga. Sababi chunki kanal mos kelmaganligi uchun. Shunga men buningki kanallarni moslashtiraman. RGB color. Yani RGB rang shakliga oldim. Olgandan keyin buni eklab yotkayman. Yotkasam bu yerga chiqdi. Mana o'chirib o'tib turay. Mau halqliq so'z. Bu narsalarni hozircha elib o'tib turamiz. Chunki bizningki buningga ehtiyojimiz qolmadi hozir. Buni bir ko'rib qilib ikkisini bir ko'riplab yushirib o'tdik. Ctrl G yushirib qo'ydim. Andan bu qavatni ilib Ctrl T bilan biroz kichikiltdim. Jazmlashtirdim. Andan keyin buni yotkab bu yerga kelib o'rinlashtiraman. Albatta bu umum ko'rinish jihatdan bu xil shaklda ko'rinmaydi. Umum ko'ringan vaqtida tizimlash rayini, izlash rayini va marka o'rinlashtirish rayini ko'rinadi. Betning ustida bet cho'ng'aysdan cho'ng yo'q, kichiklisdan kichiklaydi. Umum ko'rinish jihatdan albatta bu xil ko'rinmaydi. Marka o'rinlashtirgandan keyingi ko'rinish texnik chiroyli chiqadi. Ham biz buni bir butun cho'ng bir betga o'rinlashtirsak, boshqacha ko'rinadi. Masalan, 1940lik bir betga o'rinlashtiraylik. Izligimiz qadamda bo'lsin. Olgandan keyin men bu ustidagi qavatni oldim. Bu ko'ribni. Betni bir yerga o'rinlashtirdim, buni elib etdim. Elib etgandan keyin bu 4 qavatni tanlab bu yerga yotkayman. O'rinlashtirdim. Men buni Ctrl T bilan cho'ng'aytdim. Jazmlashtirdim. Ondan keyin markani yotkab beray. Avtomatik tanlash degan buyruqni berib, markaning o'rnini bu yerga keldim. Qarasam, mayadagi narsa toz yaxshi chiqmadi, chunki oxir ko'rinishim oq rangni ko'p qopdi. Men oldi ko'rinishdagi bu rangni oxir ko'rinishga Alt bilan delete knopkasini bosish orqali to'kab beraman. Bu chaqda bizning betimizningki ust qismidagi umum loyihasi mushkul shaklda chiqqan bo'ladi. Bu ikkisini mayanga suraylik. Ondan man tanlab Ctrl T bilan buni muvofiq suraylik. Jazmlashtirdim. Asli shakl bu xil shaklda bo'ladi. Undan keyin betimiz o'zgacha bo'ladi. Betning cho'ng'ayishiga ergishib cho'ng'aydigan, kichiklashiga ergishib kichiklaydigan. Masalan, knopkani bassam, izlash bu rayonda paydo bo'ladi. Izlab qiladigan biz betning ustini mushkul shaklda loyihalaymiz.